Xullas, xonaga kamera qo'yilgan. Agar ehtiyot bo'lmasang, bu yoqdan chiqib to'g'ri qamoqxonaga borasan. Tushundingmi? Faqat iltimos, mana bu kameradagi yozuvlar chiqib sharmanda bo'lib ketmay. Pastroq gapir. Xo'p, Tushundingmi meni? xo'p. Rahimani qanchadan beri taniysan? Unchalik ko'p bo'lmadi. Bu ayolga qarshi jinoiy ish ochilgan. Sen sudda guvohlik berishing kerak. Tushundingmi? Xo'p, opa. Faqat mana bu tasvirlar menga qarshi ishlatilmaydimi? Agar bizga ishlasang, unaqa bo'lmaydi. Xavotirlanma. Shaxsing sir saqlanadi. Tushundingmi? Agar yo'q deydigan bo'lsang, jinoiy javobgarlikka tortilasan. Yo'q. Bo'ldi, men sizni tushundim. Hammasini tushundim. Endi bo'lsa, ovozingni chiqarmasdan yotib uxla. Bo'l. Uxla deyapman senga. Yot. Xo'p, bo'ldi, faqat siz asabiylashmang. Mana uxladim. Qimirlama. Adolat, nimalar qilyapsan? Aqlingni yig'ib ol. Gapirma. Alo. Kirishinglar mumkin.